32 minglik kvartiraga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, sanuzelini vahshiy dahshat. 3 xonali. 3 xonali kirishimizga ana o'ng qo'lda mehmonxonamiz. Hamma jihozlari qoladi, mebellari, hamma yo'g'i. Bu tomonda ham balkoni bor, nari tomonda ham verandasi bor. Skvoznoyda kvartiramiz. 3 xona. Xo'p, kvartiraning holati zo'r. Shunday kirib yashayverasiz. Maytda oshxonamiz. Ponni Akvaplast eshiron bo'lgan. Gaz plitalar qo'yilgan. Farg'onada bu do'konalda turibmiz. Temurbeylar maktabining to'g'risida desa ham bo'ladi. Bu tomonimiz mana o'zi bu ham mehmonxona ekan pashti. Maytda mana balkonimiz bor. Balkonni ko'ryapsizlar, tiniq. Narxi ham tiniq. 32 ming kami bor, prosta kami bor. Hozir qo'yapmiz-ku, telefon qilib savdo qilaverasizlar. Sababi jihozlarimni hamma yo'g'ini tashlab chiqib ketaman deyaptilar. Spalnigimiz. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Narxini aytdik, 32 ming, lokatsiyasini aytdik. 4-etajda skvoznoy kvartiramiz. Eng qizig'i egalar raqamini qoldirib qo'yapmiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Tashqaridan ham domni ko'rsatib qo'yamiz, qanaqa holatdaligini. Egalar raqami sizlarga.